Jonni aka, kim bu qiz? Kim bu Jonni aka? O'zing kimsan? Men sen bilan gaplashmayapman. Jonni aka, kim bu qiz? Tushunmadim. Jonni akam bilan emas, mana men bilan gaplashasan. Jonni aka men bilan bir oydan beri sevishib yuribdilar-yu, nima deganing bu? Nima? Jonni akam bir haftadan beri men bilan sevishyaptilar. Sen alfonsligingni bilib ko'ngil bergan edim, mehr bergan edim. Jonni aka, nimalar deyapti bu megajin? Bilmayman, Salchan. Nimalardir deb g'aldiryapti bu. Xiyonatkor. Ana eshitadiganingni eshitdingmi? Ha, eshitdi. Meni yuragim faqat Janona uchun uradi. Surbetdan, tushundingmi? Yo'qol. Meni qaytib bezovta qilma. Janonam, tag'in meni yana noto'g'ri tushunib qolmadingizmi? Yo'q, Jonni aka, bunaqa qizlarni juda yaxshi bilaman. Janonichkam, nima deysiz? Onamni qornidan Jonni Enderfoni krasavchik bo'lib tug'ilganman. Qizlar osilib oladi. Menda ham ayb yo'q, lekin meni yuragim faqat Janona deb uradi. Unda yaxshi. Agar menga xiyonat qilsangiz, qarang lekin. Yo'q, xiyonat nimaligini bilmaydigan yigitlardanman. Aytgancha, meni ikkinchi ismim Sodiq. Shunaqa bo'lsin. Qarang lekin. Men siz tanigan boshqa qizlarga o'xshamayman. Xo'p.